9-may haftaning shanba kuni olinayotgan videomiz. Tayyor kataklarimiz. Katta gigant katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizning razmeri uzunligi 3 metr, eniga 180, balandligi esa 260 atrofida. Polni qalin setkadan bo'lgan, eshiklari tepagacha bo'lgan, odam xotirjam kirib chiqadi. Ichkari odamni bemalol ko'taradi. Ya'ni keng holatda, ichkarilari ham, qo'noqlari ham yetarlicha. Ikkita parlashxonasi bor, 50 ta gnezdosi bor va tagida mana bunday musorni tozalash uchun joylarni qo'yib ketganmiz. Eshiklari profildan, qulflaydigan joylari, portichkalari, hamma narsasi ichida. Tovuq katak, kaptar katakda ham mana kichkinalar bor. 2,5 metrli tovuq katak, 2 metrli tovuq katak, 1,5 metrli kaptar katak. Mana bu yerda mana qushga so'raganlar uchun qushga ham chiroyli katagimiz tayyor bo'lgan. Aloqaga chiqaverasizlar.